Kunani sip ketibdi. Qarang, zerikib ham qoldim. Qo'shnimi? Qandan kelganimni bildim ekan, maqtanib deyim ekan. Ha, qo'shni bormi? Assalomu alaykum qo'shni. Omonmisiz? Qanjoningiz sog'mi? Charchamasdan. Sog' salomat. Ziyoratga ham chiqdim, kelganman. 5-6 kun bo'lib ketdi-yu, qo'shni. Ha, bilmay qolibsiz qo'shni, xabarimiz ham yo'q ekan. Uzr endi. Mayli. Eshmat akam o'g'li, kalkulasiya kelib qoling balki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Ibrohim tog'a, yaxshimisiz? Bormisan? Qana Ibrohim tog'a, Hoji tog'adagi, men hojiga borib keldim, tushundingmi? Kalkulas, magazinga chiqib bitta sigaret olib kelgan, yugur, bor. Yo'q, qo'shni orada bitta qumsab qolyapti, bilyapsiz, hozir issiqda, nasrayni ham yo'qda endi. Qo'shni yuring, bir asr o'qib kelamiz, undan ko'ra asr vaqti ham bo'lib qoldi. Ha, masjidga ketyapman. Ha, issiqda sekin piyoda. Siz chiqavering, men konditsionerli uyda o'qib beraman endi osongina. Ha, mayli qo'shni bo'lmasa. Xo'p. Ha, qo'shni men pul topib, maza topmagan. Dengizda oldiga borib, suv ichib kelmaslik mashi bo'lsa kerak, attang.